Asl haqiqatni aytmasam bo'lmaydi. Ko'ryapmi? Bu qobiq. O'sha bizning la'nat qobig'imiz. Bu esa men yoki siz bo'lishingiz aniq. O'sha qobiqning o'rtasida men va siz bor. Bizlarga hech kim kafolat bermaydi. Farzandlarimiz hayoti yaxshi bo'lishiga, ular tamaki va alkogol iste'mol qilmasligiga hech kim kafolat bermaydi. Sababi men tushuntirmoqchi bo'lgan narsa, ya'ni o'sha qobiq hech qachon o'zgarmasa, bizlarning farzandlarimizning hayoti yaxshi bo'lishiga hech kim kafolat bermaydi. Bu qobiqda bizlar bilamiz, o'zimizning do'stlarimiz va yaqinlarimiz tamaki va alkogol mahsulotlari iste'mol qiladi. Bu aniq. Bizlarning hayotimizga yoki bizlarning keyingi avlodlarimizga bu narsa ta'sir qiladi. Bizlarning muvaffaqiyat chizig'imiz shu yergacha o'lchanadi. Bizlar o'qiylik, izlanaylik va bizlar boramiz, yo shu yoqqacha kelamiz yo kelmaymiz. Sababi bizlar o'sha qobiqning ichidamiz. Bilasizlar, muvaffaqiyatga erishgan insonlarning asosiy qismi jamiyatimizda yashaydi. Lekin o'sha jamiyatimizda hayotida bo'lmaydi, boshqa joylarda yashab muvaffaqiyatga erishadi. Buning katta sababi siz va mening o'sha qobig'imizning, la'nat qobig'imizning zararlanganligi, ya'ni fokusimizni chalg'itadigan alkogol, tamaki mahsulotlari va shunga o'xshagan zararli odatlarimiz borligi tashkil qiladi.